Mana o'z choylarimizni ko'zingdan oldida damlab, sizlarga bir ichiramiz. Hop, 8 Ha, xudo xolasa mana ta'mini nima qilaverasizlar? 8 dan va qora choydan bittadan olishyapti. 8 ni 10 ni mana 400 grammini akamiz 40 ming so'mdan. Bemalol nima qilaverasiz mana ichida qadoqlangan ichida qo'shig'i bor. O'zi eng optimal narxda sotyapmiz. To'g'ri. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar hamma narsasidan bor. Xola mana 1 kiloligi 95 110 077 va 95 hozir 8 hozir yig'ishtiryapmiz. Ichib ta'miga baho berasiz. Hozir rangini shuni chiqqandan keyin ichib ko'rishadi. Bo'lmasa ichaveradi. Ichingga men o'zi Ko'raringiz, o'zi ich ta'mi chiqadi. Ichib ko'rib ta'miga ha, bemalol. Juda mazada men. hozir choy sifatli bu hech kim nasib. Uchtasi 10 ming so'mdan mana o'zi qo'ygan. Bunisi bonus sifatda. Bular ham sifatli choylar mana. 95 110 o'zi har juma sotilgan. Bilsangiz kerak, to'g'ri. Nimaga so'lib, nima qilib bering? Bo'ldi, men paketga solib bering Musoxon aka. Akamiz mana oldilar. Xudo xolasa ta'miga keyingi safar o'zi videoda chiqib chiroyli qilib aytasiz.